أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 139 آيat. Yuqorqi oyatlarda Badr, Uhud g'azotlari haqida to'xtalgan. Orliqda jazoni to'g'riliq bir to'xtalib o'tdi. Jazoning bir xilimda musulmonlar kurash qilgan bir sahaba bo'lgan ekan. Umuman bu, ya'ni unda ajrib akasak bir tutash gavda. Unda oqidillar mu'minlarga tasalli beryapti. Chunki Uhudda musulmonlar talafotga uchragan. Talafotga uchragandan keyin bu oyatda wala tahinu wala tahzanu. Va mishada atf. Nega atf qilinmiş o? Ya bazıları istinafiye deyişi mümkün. Lekin وَلَا تَهِنُوا degan asiru. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Ne bunda atf qilindi desek bo'ldi. Siru وَلَا تَهِنُوا degan. İlgirki şikayet ilgiri قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا dedi o. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَهِنُوا degan şekilde. Yani bu kitapta وَلَا تَدْعُفُوا عَنِ الْجِهَادِ لِمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْهَزِيمَةِ. Uhudda bir xil yengilishindi. Mag'lubiyat bo'lganlik uchun, sizga shunda bir mag'lubiyat yetganlik uchun jihad qilishdan bo'shashmanglar, ojizlik istinmanglar degan ma'no. Va hamishada xuddi jismoniy bir ojizlikni ko'rsin. Va la tahzanu ala ma fatakum min al-ghanima. Yani qayg'urmanglar, hasratlanmanglar. Nimaga alsa, g'alaba qilinmay, o'ljalanmay qolganinglarga debdi. Ma bir tafsir. İkinci tafsirda ev ala man qutila minkum ev juriha. Yoki sizlardan shahid qilingan yoki yaralangan yaqinlaringlar uchun qayg'u-hasratda bo'lmanglar deb. Jamiyatda mushkin tafsir shu jalliq. G'animat elishi qayg'urish emas, ayrilgan azizlarga qarta qayg'urishyapti. Chunki Uhudda qancha musulmon shahid qilingan? 75. Yani Ansarlarda 70'i, muhacirlardan 5'i şehit o. Şehit kılıngan. Yana xilcik kişi yaralangan. Demek bu ağır talafat. Şununla kaygırmanlar demekçi. Peki birinci tefsir ala ma fatakum min al-ghanima degan sal ajizra. Demek wala tahinu degan jismani bo'shab ketmaslik qartilsa, wala tahzanu degan ma'naviy tarafga qartilgan. Wa huwa tasliyatun min Allohi li rasulihi wa lil mu'minina amma asabahum yawma Uhud wa taqwiyatun liqulubihim. Demek mush ayet hazır wala tahinu degan Uhudda musulmonlar duchar bo'lgan mush mag'lubiyatga qarta Rasululloh va mu'minlarga tasalli berishdan iborat va yana uning ma'naviyatini kuchlantirishdan iborat. Yani yurkini tumlash deydi, taqviyat liqulubihim. Yani bir tarafdan bu tashji' yani. Texama yana bo'shab ketmanglar deb rag'batlantirish. Va antumul a'laun. Halbuki sizlar eng ustun bo'lg'uchilar deydi. Wa halukum annakum a'la minhum. Yani halbuki sizlarning ahvolinglar ulardan ustun va ag'labu. Yani sizlar texama g'olib kelgan hisobda li'annakum asabtum minhum yawma badr akthar mimma asabu minkum yawma uhud. Chunki sizlar qanday a'laun desa Badr g'azotida 70 ni o'tgan, cho'nglarda 70 o'tganlar 70 ni asirga olgan. Lekin bular bugun Uhud g'azotida sizlardan 75 ni o'tdi. Ya'ni bu 20-30 ni yerda qildi. Demak, yana sizning nimalar ustirak demakchi. Yani talafat jihatdanmi? Yoki ma ikkinchi tafsirimda va antumul a'launa bin nasr va zafr fil aqiba. Hozir bu Uhudda talafatga uchragan olan oqibatda, oxiratda sizlar ustun bo'lgan. Chunki Alloh taolaning huzurida yuqori martaba bersizlar. Bu jihatdan siz ustun bo'lgan bo'lasizlar. Yoki bu jangda oxiri yana keyincha g'alabaga erishib siz ustun bo'lasizlar. Miyadamda shu jangda ustun bo'lasizlar demak ekan. Yani oxiri chunki bu hozir jangning bir bosqichlari. Oxiri kim g'alaba qilsa shu yengan bo'ldi. Lekin o'ttirda yangish bo'lib turdi. Oxirida siz yengisizlar. Unda olkin bu nimdapta bisharatdan iborat. Yani sizlar bundan keyin yengisizlar degandan iborat. Ba'zi mufassirlar ekan Uhuddan keyin butun janglarda musulmonlar yengib bilan kelgan. Bu bisharat asos. Yani bir oyatda va inna jundana lahumul g'olibun dedi. Demak, shunda Alloh taolo
nusrat ata qiladi demoqchi ekan. İki tafsir oldimi? İki tafsir o'tib. Ev ve entumul a'launa sha'nan. Biz bayatın degan, yani sizlar Allohning kalimasini yuqori ko'tarish uchun fi sabilillah jihad qilguncha, oxiratda yaxshi savob berishib, ustun bo'lguncha degan ma'no. Ve liya'la kalimatihi ve qitaluhum lish-shaytani ve liya'la'i kalimatil kufr. Avla şeytan yolida ya o'zining nafslarining yolida, ya'ni kufrlik uchun urushida. Sizlar bo'lsanglar Allah'ın kelimesini üstüne kılış için Allah yolunda uğraşlar. Yani bir tefsirde evliyanna katlakum fil cennet ve katlahum fil nar. Şu ahiretteki sevap ceza tarafından demek. İn kuntum mu'minin, mümin bulduğun bolsanlar, mutaallikun bin nahi ve la tehinu diyen nahi var o. Yani siz mümin bolsanlar, Allah'a iman keltirgen bolsanlar, boşaşmanlar, kaygırmanlar. Ey ve la tehinu in sahha imanukum. Yani sizlerin imanınla to'g'ri bo'lgan bo'lsa, bo'shashmanglar. Yani anna sihhatal iman tujibu quwwatal qalb va thiqati bi va'dillah va qillatil mubalati bi a'da'ihi. Bundan sonra iman to'g'ri bo'lib qolsa, qalbida yuraki kuchli bo'ladi deymiz. Yurakli bo'ladi va Alloh taolaning va'dasiga ishonch bo'ladi. Dushmanning kuchi soni jiq bo'lishiga parvo qilmaydiganroq bo'ladi. Bu hamda nahi bilan mutaalliq desak shunda. Siz mu'min bo'lsanglar, boshishmanglar. Endi bil a'laun deb qolsak, in kuntum mu'minin degan so'z va antumul a'laun degan chetishlik deb qolsak, qanday bo'ldi? Ay in kuntum musaddiqina bima ya'idukumullohu bihi va yubashshirukum minal ghalaba. Yani sizlar Alloh taolo sizlarga va'da qilgan va g'alaba qilishlar deb bashorat bergan narsaga ishongan bo'lsanglar, hozir Alloh taolo ishonish emas, Allah Teala'nın bergen va'dasiga ishonch qilgan bo'lsanglar, siz ustun bo'lasizlar degan. Yani antumul a'launa in kuntum mu'minina bi va'dillah va bi thawabihi degan. Chiqsan atrof var. 140-oyat iyamsaskum qarhun sizlarga bir yardorlik yetib qolsa degan ma'noda. Bi dammil qafi haythu kana kufi ghayra hafsin. Iyamsaskum qarhun deb qira'atdi. Kufi qarilari, mesela Hamza, Kasai deganda qarilar Qurhun deb qira'atdi. Lekin kufili qarining ichida Hafs buning sirtida. Hafs qarhun dedi. Bizning qira'atimiz shu. Qira'at Hafsdan Asim. Iyamsaskum qarhun deb qira'atdi Hafs. Lekin Hamza Kasailar ko'p qarilardan Qurhun deb qira'at qildi. Haythu kana degan multa 30-40 qatim chiqdi maktab. Haythu kana. Ya'ni Qur'on Karimning qaysi joyida kelib qolsa, shunda qira'at qildi. Başka bir ayette, meslekum qarhun deb kelib qolsa, masalan, shu yerda shu qurhun deb o'qildi. Uni ya takrorlagan bo'lsa, uni yerda nima? Haythu kana. Yani haythu kana fil Qur'an, haythu warada fil Qur'an. Wa bi fathil qaf ghayruhum. Nimaga shu ko'p qarilardan Hamza Kasai ashulardan boshqalar, masalan, Hafs va Basra qarilari, Makka qarilari hammasi jumhur qanday qira'atdi? Qarhundir. وهما لغتان كالضعف والضعف هو شكلهم الشباب سيقول ضعف ديندك وقيل بالفتح الجراحة وبالضم ألمها أجرا قرشتا اگر قرح دسك بو يارن بلدردو قرح دبقاسا بو يارن أغرقن بلدردو دات ألم ديندك سلك أغرق تيتبقاسا ديندك قرح هوس فقد مس القوم قرح مثله سلاga أغرق تكن بوسا يا سلا يرلانغن بوسانلا düşmengemo aslında ağrık tekken yaralangan. Al-Qawm nimmasatullah al-Qawmdan. Kimlar? Kafirlar qo'shini. Al-Qawm degan şey kafirlar qo'shini. Sizlar yaralangan bo'lsanglar, kafirlar qo'shini dushmangami, endi yaralanish ahvol bo'lgan, ağrık bo'lgan. Ay innalu minkum yawma Uhudin faqad naltum minhum qablahu yawma Badr. Sizlarga Uhud jangida bular ziyon yetkazgan bo'lsa, sizlar Badr g'azotida ularga ziyon yetkazgan. ثم لم يدعف ذلك قلوبهم Bedir gazetida shunda talafotga uchragan turug'liq, sizlar yengan turug'liq ularning ashi talafot yurkini mujib etmadi. Ya'ni qo'rqib ketmadi. Ya'ni yugurib keldi-ku urushman deb. ولم يمنعهم عن معاودتكم الى القتال. Yani sizlardan qayta urushga kirishishdan to'sab qo'ymadi. Bedirda yengilganligi. Fa antum awla alla tad'ufu. Unda bo'lgan sizlar bir qatim talafot uchrab yonib qolsanglar, bo'shashmay turishga oldin bakrak loyiq. Nima uchun? Li'annakum tarjuna minallohi ma la yarjun. Bu kafirning savobini qilgan jannat kirimiz bu degan gap yo'q.
Lekin mu'minlar shunda Alloh taolaning savobini umid qilgan bo'lgan ekan, kofirlar bir qatim yig'ilib bo'shab qolmagan taqdirda mu'minlar bir qatim yig'ilib qolsa, albatta bo'shashmay, texmo qayta yana maydonga chiqish kerak demoqchi. Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas. Al ayyam shada vaqt chaqlanib bildi. Biz kunlar degan bo'ldi-ku, lekin ko'pincha yawm badr, yawm uhud, yawmul qadisiyya degandek bunda so'zlar odatda shu jang bo'lgan vaqtimiz. Ayyamullah deydi, va zakkiruhum bi ayyamillah. Undan ayyamul arab, arablarning qilgan janglari degan ma'noda. Osh kunlar deydi. Osh kunlarni biz kishilarning orasida unda o'tkazib turamiz. Qo'ldan qo'lga o'tkazgandek o'tkazib turamiz deydi. Birisi davomli yengib kelganda shu. Davomli bo'zikildilar shu. Ba'zi bunda aylanib turdi deydi. Da'valar degan qo'ldan qo'lga o'tkazishni ko'rsatdi. Demek bu ayyam hozir aşı jang bo'lgan vaqtlar. Lekin aslında katta vaqtlarda bu. Cho'ng-cho'ng ishlar bo'lgan vaqtlar. Ana shu vaqtlarning ichida Badr bilan Uhud jangi bo'lgan vaqtlarning shuning ichida. Ay nasrifu ma fiha minan ni'ami wan niqami. Yani uningdagi ne'matlarni va azab uqubatlarni da almashtirib turamiz. Sarfga almashtirish. Undan keyin tilka mubtada bo'libdi. Al-ayyam sifati bo'libdi. Nudawiluha degan xabar bo'libdi. Va tilkal ayyam bu mubtada va sifati. Nudawiluha xabari. Yoki buni boshqacha ayxil i'rob qilsak shudir. Maktabda shunday i'rob. Nudawiluha deganni nasrifuha debdi. Yani qo'ldan qo'lga almashtirib turamiz demoqchi. Nu'ti li haula'i taratan va tawran li haula. Tawran degan taratan yani. Gah uluga, gah buluga berib turamiz. Bizden bununla birib turamiz. Kebaytil kitab feyawman alayna ve yawman lana ve yawman nusa'u ve yawman nusarru. El kitab asita mal murad bil kitab. Sibawayning kitab. El kitab desek lug'at arabiyada Sibawayning kitobi shu maqsad. Sibawayning kitobining ismi nima? El kitab. Lekin ondan her sahada, her fanda kitap da mutlak munda deyilse, o'zi biladigan maxsus bir kitapga ketadi. Mesela usul fiqhda el-kitab deb qasib umum mesela Qur'on Kerim. Çünkü el-kitab, es-sunna, el-icma deymiz-ku. Bu Qur'on Kerimni ko'rsatadi. Ondan Hanifi fiqhda el-kitab desa, qanday ko'rsatadi? Muxtasar al-Quduri. Shafi'i mazhabida el-kitab desa bizni ko'rsatadi. Mutasavvifning el-kitab desa, muayyan bir kitobni ko'rsatadi. Abdulqodir Jilonining kitobini ko'rsatish mumkin. Demak, biz o'timiz, yangilamaz degan ma'noda mana shu namasi. Va yawman nusa'u va yawman nusarru. Bugun bizga ko'nglimiz parishon qilib, jan zahmat yetadi, bugun shart qo'ram bo'lamiz degan ma'noda. Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas. Yoki al-harb sijal. Urushda yangish bo'lib turdi degan gap bor, shu gap. Hamda yuqori qanimda biz musulmonlar kelgan talafat Uhudda dedik. Kafirlarga faqat masal qavma degani Badrda dedik-mi? Ikkinchi bir tafsirda, yo'q, bu ikkili talafat musulmonlar kelgan talafatmi, kafirlar kelgan talafatmi shu Uhudda bo'lgan debdi. Qanda boshda Uhudning dastlabki bosqichida musulmonlar yengan. Kafirlar talafat yengan. Musulmonlar bostiriblam, shirtoqay qilib mangdi. Mangdigan kafirlar 20-30 o'ldi sher. Netijalarida otlarning ko'pinchisini o'qiyat yiqitdi musulmonlar. Yerda qildi. Shundan qilgandan keyin musulmonlar o'ljiga oldirib ketib qolganlar. Qilgandan keyin ondan bir tarafdan oqidan Xolid o'lib keldi. Yana kafirlar oqiyana qaytirmaz yerga o'tdi. O'tgandan keyin shu chaqda Rasulullohning atrofida shunda qanisili deb sahobadan biz chaqirib 30 dak sahoba atrofini qo'llab turdi. Kafirlar ham tarafdan bostirib keldi. Ondan nechtisi o'qiyasini qilsa Rasulullohni badanidan daldiqli qo'ydi sahoba atrofi cho'rdablar. Shu chaqda ondan birisi tashlatib Rasulullohning beshiga kelgan mundani dubulg'idamda. Dubulg'isining va tumini mijvitib inikiga tumi shirkatdi. Yan tarafdagi bir tushib ketdi. Nima? Rasululloh urak tushib ketdi. Rasululloh. Demak, ashunda dahshatli talofatlar bo'ldi. Rasululloh o'lib ketdi deb nechalar yerda bo'shab ketdi. Bunda hol. Demak, jangning beshida EM-kun qarxongan shu bo'ldi. Sizlarga keyin talafat etdi. Lekin beshida kafirlar talafat etgan, faqat masal qavm qarxonmoqda. Bunda tafsir qilganlar bor ekan. Yoki ba'zi dabto faqat masal qavm qarxonmoqda kafirlarga shunda alam bo'ldi yoki yerda holatda qaytdi degan ma'noda.
Çünkü bular çoğun bir ümit bilen Müslümanın edibini qattiq berip, bunu qattiq vahşi qirvetip, bunu yo'qtirib kilimiz deb bunda chiqqan. Chiqqan ekan, uni maqsadga yetenmay, Müslümanlarning bak %100 yengilib ketdimi degan olmaydi. Ishkilay bir ancha-muncha talofatga uchragan holatda bu maqsadga erishilmay qaytib ketganligi bu qarahning o'zi deb turadi. Veli'alamallohu'llazina amanu. Demak, shu yangi shang'ishimda almashtirishimiz nima uchunda? Bir narsa uchun. Andın mana uchun deganga andın veli'alamallohu'llazina amanu deb buni atqildi. Demak, yana bir illat bor, ta'lil bor. Bu ta'lil mahzuf. Ani mahzuf narsaga veli'alamallohu'llazina. Mana va tilkal ayyam nudawlaha nima uchun? Manda narsa uchun degan bir gap bor. Manda narsa uchun andın yana Alloh taolo sizlar haqiqiy manda nima qilganini endi isbotning chiqishini bilish uchun deyman. Ve cümle ma'tufa ala cümle xuddi masalan tilkal ayyamu nudawlaha baynakum va bayn aduwikum liyadhara amrukum. Sizning ishingni aniq bunda chiqish uchun, yoki sizlar g'olib kelishinglar uchun. Andin yani liyadhara amrukum va liya'lamallohu'llazina amanu degandek. Va mishada ashadiki bir mahsub bir jumlaga atf qilingan. Yoki bunda desang bo'ldi ekan. Tilkal ayyamu nudawlaha baynan nas liyakuna kada va kada va kada va liya'lamallohu'llazina amanu. Çünkü cih mahzufunu bulvan. İnşallah Teala'nın yeni şiyanesi kıptırışı nurgun hikmetler için. Yani onun kuşak ve liya'lamallohu'llazina amanu degan ma'no. Bu mesela vavuna azamiyada demek ki atf desek nima yo'q hozir. Atf qilingan birinci cümle yok. Yoki bunda deganim bakın. Ve tilkal ayyam nudawla baynan nas yani hada qanununa ve sünnetuna ve liya'lamallohu'llazina amanu. Yani mahzuf cümleni aslında takdir qilib bakıldı bakın. Bundan iken vav ishada atifa nimaga atf qilingan ala jumla mahzufa taqdiruhu kaza va kaza val ya'lamallohu'llazina amanu yana Alloh taolo iymon etganlarni bilish uchun ay nudawiluha lidurubin min at-tadbir turli chora tadbir ya hikmatlar uchun bunda yanglishni qilib turamiz, almashtirib turamiz demoqchi. Ya'ni mushazir ta'lil almashtirib tursiz ya'lamallohu'llazina amanu demak. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ مُمَيَّز۪ينَ بِالصَّبْرِ وَالْا۪يمَانِ. Yani Allah Teala müminlerin sabırçılık olan, berdaşlık verip, tevrenme iman olan turup, aşında halette başkalardan ayrılıp, Allah'da tuğan halıda bilişiyon, kema alimahum qablal vücud. Allah Teala onlarını yaratıştan ilgiri, onların sabatıdan tutduğalığı, iman, sabır, aşıldı bağlılığını burun bilip olgan. Lekin haqiqiy maydonda isbotlanish uchun yoki maydonda shunda ayrilish uchun yoki unda desak bo'ladi ashulaga endi mukofot jazo berish uchun. Chunki uni qilmagan chog'da unda fidokorlik qilmagan yoki unda usullik qilmagan chog'da mukofot jazo berish olmaydi. Lekin maydonda isbotlangan ekan mukofot jazo berdi. Hozir shu Alloh taolaning bilishi deganni bunda tushundirdi. Yani Alloh taolo bilmaydi, endi bunda bir ishni qilgandan keyin maydonda fidokorlik, qahramonlik desa andin bildi deganda bunda tushunib qolma. Bu maydonda aslida alohidligi isbotlanish uchun, isbotlangandan keyin andin mukofot berish uchun shunga yangi ishni qilib deyilmoqchi. Va yattakhida minkum shuhada, ya'ni sizlardan shahidlarni qilish uchun. Yoki jang bo'lmasa, yangi shang'ilish bo'lmasa, shahid bo'lmaydi. Demak, bunda hikmatli bakchiq. Nurg'un hikmat bor. Undan sirt yana bunda ikki hikmat bor. وَلِيُكْرِمَ نَاسًا مِنْكُمْ بِالشَّهَادَةِ. Yani sizlerden ma'lum kişilerini şehadetlik mertebesiga ko'tarib izzat ikram qilish uchun. Yuridul mustashhidina yawma Uhud. Yani Uhud g'azotida shahid bo'lganlar demoqchi. Shuhada degan Uhud g'azotida shahid bo'lganlar. Shularga endi katta martaba berish uchun bunda yengilishni qildi. Aw yattakhida minkum man yasluhu lish-shahadati 'ala al-umami yawm al-qiyamah. Yani ve yattakhida minkum shuhada degani ikkinchi tafsirda boshqa ummatlar ustidan guvoh bo'la oladigan kishilarni qilish uchun dedi. Chunki bir oyatda va kadalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas va yakuna ar-rasul alaykum shahida. Navonki mayatga va yattakhida minkum shuhadani anu udullab turib tafsirul Qur'on bil Qur'on qildi. Qiyomat kuni masalan guvohlik bergan chaqda bütün ümmetler biz bunda qildik degan chaqda islom ummati avli qarta guvoh bo'ldi. Bu shuni shunda qilganmi? Guvoh biralamizlar, biz guvohlik qilamiz bunda. Ma shekilda.
Vallahu la yuhibbuz zalimin. Allah Taala zalimlarni yaxshi ko'rmaydi dedi. I'tiradun bayna ba'd at-ta'lil va ba'd. Endi vallahu la yuhibbuz zalimin degan hozir qistirma jumla bu. Qanda وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Demek ta'lilni aqaqdan tizildi. Lekin ta'lilning arasida o'tirg'lam vallohu la yuhibbuz zalimin deb qistirib qo'ydi. I'tiroz yani jumla i'tirodiya demakchi. 4-5 ta'lilning arasida jumla i'tirodini qistirib qo'ydi. Bunun ma'nosi Alloh la yuhibbu man laysa min ha'ula'i thabitin 'ala al-iman al-mujahidin fi sabilihi wa humul munafiquna wal kafirun. Yani Allah Taala imanga sabit olib Allah yo'lda jihad qilgan, ashunda mujohidlardan bo'lmagan munofiq kafirlarni yaxshi ko'rmaydi. Munofiqlar desak, masalan, Ubay ibn Xalafdek. Ubay ibn Xalaf qana qildi? Shunday qildi masalan. Satni bo'shtirdi. Kafirlar musulmonlar qarta shunda urushib keldi, zulm qildi. Endi 141-oyatda ta'limni yana davomlashtirdi. Yani وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Yana aşo yanlışning bo'lib turishi nima uchun desa وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, yani Allah Taala mu'minlarni tasqab, süzüp paklash uchun deydi. Demak, o'sha yanlışning bo'lishining illati o'sha. Nima uchun yanglish bo'ladi? Yanglish qiladi? Lit-tamhis, yani tasqab, süzüp paklash uchun deydi. Wa yamhaqal kafirin, yani bu illatning davomi wa yamhaqal kafirin, yani bularni kemaytirdi, aloq qiladi degan ma'no. Asl mahq degan da azadin kemaytirish. Abrayta wa yamhaqullohu riba va yubis sadaqat degan. Uni barakatini azaytirdi degan ma'noda. Ondan oyni masal mahaq deymiz. Mahaq degan qanda Erken azadi kemiyip kişiklep manganmış ama ne bu azadi kemiyip yokuldığandak bir neme. Yani miyada azir halak kılışmanızda. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَيُهْلِكَهُمْ, yani in kânetud devle alel mu'minîne felittemyiz. Yani bir demek ki onu devle diyen müşahede yanılış nöbeti bunda kilip yanılış nöbeti Müslümanlık hep kalan bolsa demek. Devle müşahede nöbet. Yetkilip nöbet müminler ketgan bo'lsa yanglish nöbeti. Bu chaqda nochini ilg'asha, ayrilib chiqish uchunmi? Falit tamyiz wal istishhad va tamhiz. Va shaytulash uchun va tasqab tavlash uchun tamhiz. Va in kana al kafirin, agar mag'lubiyat kafirlarning boshiga kelgan bo'lsa, fali mahqihim va mahwi atharihim. Yani ularni sonini azaytib, aloq qildirib ularning izini o'chiritish uchun. Davlat bo'lsa, ularning son azaytib degan. Ya, davlat degan hozir navbatga qo'ldilar. Yanglish navbati degan. Navbat deganda-ka. G'aldamaskanda. Yo'q. Sultatamaskanda. Ala degan so'z. Ala. Alayhi bo'lgan ekan, buning 5 keldadir. Degan. 142-oyat. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا يندم başlangan bir cümle. Yani Uhud jangida yengilganlarga qartilgan jumla. Shular xitob qilyapti. Oldi rasululloh qildi, g'animat olmadi, kafirlar bostirib kelgan chaqda oxirgi qashdashnoma, shuni xitob qilyapti. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Demak, yuqorida bir necha illatni bayon qildi. Shunama, uning oldida yanglishni munda yutkab turganligini bayon qildimi? Hamda ashuningdan zodi yanglish qilish, ashunda illatlarni ko'zlashdan maqsad nima? Shuni o'ttirib qo'ymoqchi. Shuni bayon qilib bermoqchi. Am munqati'a. Biz bir necha qilib o'tdik munqati'a. Muadila, munqati'a deb ikki turli Sawa'un alayhim anzartum am lam tunzirum degan muadila. Va munqata degan ilgirki nimalar munosabati yo'q. Ilgirki jumlalar munosabati bo'lmagan, kesilib uzilib, yangidan boshlangan jumlada ishlatiladigan ma amna munqata deymiz. Chunki ilgirki jumladan uzilib qolgan bo'lg'achqa bu. Ya'ni buni ma'nosi taqririya bo'ldi. Bal hasibtum an tadkhulul janna. Asla taxa tuzuk munda bir
Candıraç bir kuch chiqarmay turiblam, asallanmakka jannatchirimiz deb o'ylab qoldinglar deyman. Va ma'nal hamza fiha al-inkar, ay la tahsibu. Belki mushu hamzadan maqsad bir xil buni ayblash, tanqid qilish iborat. Ma ishinglar bo'lmadi demakchi, inkar. Sizlar asallan jannatchirimiz deb o'ylab qoldinglar, bunda qilsang bo'lmaydi demakchi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Demak, ma ishinglar bo'lmadi degan ekan, ma jumla hozir shu tanqidni ta'kidlab beradi. Texe sizlarning ishinglardan jihad qildiganlar texe aniq maydonga chiqmadi demakchi. Unda Alloh taolaning bilishini haliqdek nima qilamizgo? Bu oyatdan qadar tushundiramiz. Sizlar maydonda haqiqiy jihad qilib o'zinglarni isbotlamadinglar texe. Shunda turug'liq jannatchirimizda o'ylayotganlar bu ish bo'lmadi demakchi. Ay walamma tujahidu. Sizlar jihad qilmadinglar. Qilgan chaqda anda jannatchirimiz deb o'ylasang bo'ladi. لأن العلم متعلق بالمعلوم. Çünkü bilish degan ma'lum bo'lib bo'lgan bir narsaga chetishlik bo'ldi. Lekin vujud chiqmagan narsani bilish bo'lmaydi dedi. Fanazala nafyul ilmi manzilata nafyi mutaalliqihi. Xuddi Alloh taolo unda bilmadi degan ma'nosi nimaning o'rnida desa, ilm chetishlik bo'lgan ma'lumni nafiy qilganning o'rnida. Ya'ni sizlar unda bir ish qilmadinglar demakchi. Sizlarning qilgan bir ishingiz yo'q. Ma tushunib oldimi ya? Yani ilm mutaalliqun bil ma'lum. Biladigan bir narsa olsa, ilm degan narsa bo'lib tushunama. Shuni valamma ya'lamillah degan Alloh taolo bilmadi degan gap, Alloh taolo bilgidek sizlar bir ish qilmadinglar taxa. Sizdan bir ish sodir bo'lmadi. Li'annahu muntafin bintifaihi. Chunki shu ilm ishning yo'qolib ketishi bilan bu ilm yo'qolib ketgan bo'ldi. Ve bu bir xil kinoyamdir. Taqulu ma alimallahu fi fulan khayran ay ma fihi khayrun hatta ya'lam. Alloh taolo uni bir yaxshilikni bilmadi degan gap, unda Alloh taolo bilish uchun bir yaxshilik yo'q degan bo'ldi. Asli yaxshilik yo'q degan gap. Yo'q bo'lgankin, yo'q narsa bo'lgankin Alloh taolo unga nisbatan bir Alloh taolo ilm bo'lmaydi demoqchi. Walamma bi ma'na lam. Endi lamma degan nima ma'noda esa lam ma'nosida keldi. Ya'ni mudarani nafiy qilib o'tish nima? O'tgan zamonda qilmaganligini bildirdi. Illa anna fihi darban min at-tawaqqu. Lekin uningda bundan keyin qilib qolamiki, qilishi mumkin degandek bir kuch, bir xil ehtimollik bor unda. Fadalla ala nafyil jihad fi ma mada. Shunga o'tgan zamonda jihad qilmaganligini bildirdi, nafiy qilishni. Lekin kelajakda shu qilishi mumkin degandek bir kuchni bildirdi. Qalani keldimi desak, yo'q tahkammi dedim. Lekin hozir kelib qilishi mumkin. Endi kelishi mumkin degan bo'ldi. Shuna mavat texe unda qilmadi degan ma'no. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu degan mushu iborada amal ibodatlarda riyoxo'rlik qilmaslik ahamiyati haqida shuni ishorat bor. Nima uchun bu amal ibodatni kim bilish kerak? Bilish zarurligini Alloh taolo. Bu bandaning bilishi ancha muhim emas. Chunki mukofot jazoirdigan shu Alloh taolo bo'lgan ekan, amal ibodat qilgan chaqda ya'lamullah uchun qilasiz, ya'lamun nas uchun qilmaysiz degan ma'no. Ve ya'lamas sabirin. Yani sizlerden sabr qilib bardosh qiladiganlarni bilish uchun nasbun bi idmari an. Yani ve an ya'lama. An degan mishada ko'ngil bukilgan. Maxfiy bor demakchi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ve an ya'lamas sabirin degan ma'noda. Shuni ya'lama degan mishada mim zvar o'qildi edi. Nasb, mansub. Bi idmari an. Çünkü oldida an ba deb qaraymiz. Wal waw bi ma'nal jam'. Yani vav mishada walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ve ya'lamas sabirin degan vav mishada ikkisini jamlash. Bu ikki ish texe billa vujud qilishmadi demakchi. Lekin jihad qildi ular. Jihad qilib qatnashdi-ku, lekin sabr qilolmadi. Jihad bo'ldi, sabr qilolmagan bo'ldi. Lekin ikkisi bir holatda vujud chiqsa, ondan asl jannat kiradigan salohiyatini to'shda deydi deydi. Valvav bi ma'nal jam' degan shu. Nahvu la ta'kulu samaka va tashrabal laban. Yani biliq yegan chig'ingda uni bilan biliq qitib ichmagan degan bu. Bu mashhur so'z-ku. Arabın nashqil arabban bunda. Demak, ikkisini bir qilmaslikni talab qilyaptilar demaydi. Oyatdami? Walamma ya'lamullahu alladhina jahadu minkum va ya'lamas sabirin. Sizlardan jihad qilgan va jihad qilibmi taqa? Jihadda sabr qilib, bardosh qilgan, sabarlik bilan tug'anlar taxim o'tirishmidi. Lekin jihad qilganlar o'tirishdi.
sabr qilganligi yo'q. İkisi birli bo'lsa-da, ondan jannatga kirishga unda xiyol qilsang bo'libdi deb. Chunki jihad deb saklash uchun nima emas. Jihad qilgan chaqda mazmun turish masala. Shun la tatamannaw liqal adu. Fa idza laqitum fathbutu. Bunaqa mu'minlar shundan lavla katabta alayna al-qital. Keyin ana falamma kutiba alayhim tawallu illa qalilan. Aw jazmun lil-'atfi ala ya'lamillah. Ya kimdi? Ya'lamas sabirin deganki, ya'lam bu mejzum desek bo'ldi deydi. Sakin o'qilgan. Va ya'lam as-sabirin deganday. Nima uchun shunday desa, lil atfa ala ya'lamillah. Va lamma ya'lam degandiki, ya'lamga atf qilingan. Anna kanalga fikr jumaydi demakchi. Endi nima uchun va ya'lamas sabirin deb zibara o'qilib qoldi bu? Ya'lam sakinga ma'tuf desangiz, nima uchun bu yerda va ya'lamas sabirin deb ma deb zibarlar o'qidingiz desa, hurrikatul mim liltiqa'is sakinayn. Hadi saratda qoida bor. İki sakin harf uchrashib qolgandan keyin mimga harakat qo'yib qo'ydik deydi. Yani nima uchun harakat qo'ysangiz zirni qo'ymay, yapishni qo'ymay, zibarni qo'yib qo'ydingiz desa, waqtiratul fathatu lil fathati qabla. Oldidagi lam va ya'la ma degan lam zibar bo'lg'achqa ikkisini o'xshash qilish uchun tilga yengil keldim. Shunga zibarni tanlab qo'ydik deb. Bu endi bunda bir bakan tahlillar. Oldidagi yo'q. Walamma ya'lam sakin o. Lekin Allah Taola'dan ilqanda anda zirlamda o'qiyotgan. Lamma ya'lam desak zir o'qiymiz. Men mayada al-vav bi ma'nal jam' degani shu muhim. Ya'ni sizlardan jihad bilan sabr qilish ikkisi tang bunda vujudga chiqmadi. Buningdan maqsad nima esa, talab qilgan narsa ikki narsa. Sizdan birisi chiqqanda lekin ikkinchisi kam bo'lib qoldi deymiz. Shu ikkisi to'liq olmagan ekan cennet kiramızda pek ham xiyal qilib ketmanglar deyman. Wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sizlar uningga uchrashdan ilgari o'limni bek arzu qilib turdinglar. Yani shu jihad chiqishdan ilgari, o bizim chiqsak ishadi bir shehid bo'lsaqdiq deb unda arzu qilib ketgantinglar dedi. Khutiba bihil ladina lam yashhadu badran. Demek mavadır kimlerge hitap? Bedir gazetine Resulullah'ın çakmak tizlikide gerçi çıketken. Ya tügem Bağdat'ta ya Yezdi Etimbat'ta eçirvalar diğerli bulduk. Hazır bizler mangalı mansın kağılı kapkaçılıp şundalam çıketken. Bedir'e katışanmagan nurgun sahabılı vardı. Bedir'de şunda obdan galibe, olca, hiç kanda tarafı üşümügan asasta bütün paydanılıp çıkendiken bulanda Uhud'a çıkan vaxtıda bizma çıkıp cengi kanıp şehit olsakken de bek arzu ketken. Yani Uhud'a çıkış dilgire. Ama وَكَانُوا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَحْضُرُوا مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir boğanlıyken, bek obdan boğanlıyken bizma Resulullah bilen bir cengi katnaşsak, uruşsak, şehit olsakken de arzu kıyantı buldu. يَنَالُوا كَرَامَةَ شَهَدًا. Şehitlik mertebesiyle aşı İzzet-i Kiram'ı erişiyor. وَهُمُ الَّذ۪ينَ أَلَحَّوْا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem فِي الْخُرُوجِ اِلَى الْمُشْرِك۪ينَ Aşo yaş, sağ özünü toktatmağın aldırak sallar. Uhud gazıtığa Resulullah bir kenaş kıyıldı. Resulullah'ın karışı Abdullah ibn Ubay'ın meslahatını erişti. Bedir'de yanıp ketken kafirler Mekke'den katlık intikam oluş için, düşünüş için zor koşumdan geldi işte ama. Keyandiken Resulullah kenaş kıldı. Yukarı ayetlarda şu kenaşın cereyanı öttü. Kenaş kılandiken yaşla, o biz aldığı çıkıp aşağı uruşayla der, bunda seklep işte. Hani yaşan galla, bunun içinde Abdullah ibn Ubay ibn Salal münafıkın var. O mesela derdi ki biz tarihimiz boyu Medine'nin sırtını sıkıp uruşsak yeniliplam kelgen. Medine'nin içinde bikinip durup müdafaa uruşsak yenilip kelgen. Şu an maqatim düşmanın sancak biz Medine'nin sırtına çıkmayla degandeken Resulullah o'shan qayil olgan. Mushriklarni Allah qani qiziqlik qilib urussak unda chiqib qo'yib buni qilganga axiri Resulullah uning rayiga qilib uyga chirib dubulg'i savoblarni kelib rasmiy jabdunib chiqqan ekan unda u aldirasalik qilib Resulullahni zo'rlig'anlar unda qarab
biz Rasulullah'ın baka çıkışı yok o zomundan qilganda chiqmaydi Rasulullah desa, ya payg'ambar degan urush kiyimini kiyib bo'lgan ekan, selasi bo'lmaydi. Urushimiz sanmaydi. Manglamni chiqamiz deb menda chiqqan. Demak, shunda Rasulullahning ko'zga chirib olganida to'ldi deb turib olganda alhu ala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam fil khuruj lil mushrikin va kana ra'yuhu fil iqamati bil madinati. Mana Rasulullahning qarashi, tanlagan qarash Madinada turib mudofiya qiladi deganda. Yani ve kuntum tatamannawna al-mawta qabla an tushahiduhu wa ta'rifu shiddatahu. Yani sizlar urushning jangning shiddatini, u yerdagi dahshatni ko'rmay turib saklagan tonlar demoqchi. Demak bu jang degan u oldiraqsallik bilan qani qiziqlik bilan mundalam saklab qilgan narsa, da oqibatda hamma tarafini puxta o'ylanib, o'zini to'xtatib qilgan ish ma bu. Sizlar shunda biron jangning shiddatini ko'rmaylar, saklagan tonlar. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Mana amda o'z ko'zingizlar aniq ko'rdinglar mana. Ay ra'aytumuhu mu'ayyinina mushahidina lahu hina qutila ikhwanukum bayna aydikum. Qirindishinglar sizning oldingizda shahid qilinib, o'ltirilib, yarilinib, nima qilgan vaqtni o'z ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. Bo'ldimi? degan tariq. Bir xilamda kaysh ban shuncha. Yani aldırasallık qilganligini Rasulullahning shunda ko'zga chirilib nima qilganning natijasi ko'rdinglarmi degan. Qirindishinglar oldingizda o'ltirilib ketdi, talafot kuchirdinglar. Va sharaftum an tuqtalu. Islomga taqa hammanglar o'ltirilishga tas qildinglar. Va hada tawbiqun lahum ala tamannihim al-maut. Mana bu nimaga kayish? Shu aldirasallarga qarta kayishdan iborat. Topilmalarmi ta'zirmi? Nimaga ala tamannihim al-maut وعلى ما تسبب له من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاحهم عليه ثم انهزامهم عنه. Ölenle arzu kılışkılam tapmalarını kılmadı. Yani şehit olsamken dinge tapmalarını kılaşamaz. Caiz şu. Lekin şehit olsamken de arzu kılıp, anda Resulullah'ın közgü sirvelip, zada şey çıkıp ursak oldu dep turulip, Resulullah'ına bile çıktı bunlar. Ama andan çıkan diken sen ayada müstehkem tevrenme turuşun gerekti. Tevrenme turmay ağır çekinden. Ve hazır müşrik ama işte cuğlanmasıga tapmalarını kılıyordu. Lekin şehadetinde arzu kılganlıklarını tapmalarını. Çünkü şehit olsam kendi arzu kılışken mubah işim. Mesela Abdullah ibn Ravaha'ma şehit olasını arzu kıldı o. Ama mesela etini numarasını kesip de çiğ demezsin. Şehit olsam kendi de bu şehit bulaşını arzu kılışka tapmalarını kılışıyor. Lekin şehit bulaşını arzu kıl. Bundaki Resulullah'ın zaha cengi çıktılı da elip çık. Andın can kıygan çağda vakti çekinsen mağı bulmaydığı işte tapmalarını kılır. Thumman hizamuhum anhu degine Resulullah'ın taşlap mağı kaçtı da bular. Ma mesela. Ve innema temennev eş-şehada liyanalu kerameteş şuhada. Min gayri qasdin ila ma yatadammanuhu min galibetil kuffar. Yani bir yerde şehit bolsa bu anda Müslümanın kafirinin kolunda öldürüşünü keltirip çıkılan narsa mı? Şehit olasıyan qanday vücut çıkıdı? Kafir Müslüman ötterse anda vücut çıktı. Yani bular şehit bolsamken deyişilen kafirlar bizning ustimizdan g'alaba qilsa bizni yansi ekan, o'tasi ekan deb ma'na ko'zildimi? Yani kafirning g'alaba qilishini ko'zildimi deb? Yo'q deb. Ma yatadammanuhu yani yatadammanu ash-shahada g'alabatul kuffar. Shunama kafir musulmonni o'tiralsa, bunda bir g'alaba qilsa, undan bu shahidlik vujudga chiqdi. Lekin bular unda kafirning g'olib qilishini maqsad qilmasdan biz shahid bo'lsak deb shuni arzu qildi dedi. Keman şerbet deva min tabibin nasraniyin. Mesela biz ağrıp kalıp bir Hristiyan ya bir kafir doktorun görünüp de mesela. Şunu darelip işipti o. Demek onun doktorunun en çıkıp buluşuydu o mu? Doktor faydalandı bunu. Demek bu aşı davalanan çağda kafirge menfaat etkizey, faydalanıp kalsın diyenini közlemedi bu. Özünün saklayıcını közleyen. Özünün şehitlik mertebesine oylatır bu halde. Feinne kasdahu husuluş şifa. Demek bunun maksat kıyını men saqib qalay deb shuni ham ko'zladi. Va la yaqturu bi balihi anna fihi jar manfaatin ila aduvillahi va tanfiqan li sana'atihi. Uning xiyoliga kelib boqmadi deydi. Alloh taolaning dushmani bo'lgan ash kafir badbaxtga bir foyda yetkazib qo'yay degan narsa xiyoliga kelmadi. Men saqaysam degan gap uning xiyolida.
va tanfiqan li sanati. Uning hunarini rivojlantirish, bazatab turish degan. Tanfiq degan bazatab turish. Nafaqa degan bazir chiqib ketdi degan. Mana nafaqa bazirni chiqaribdi degan ma'noda. Lamma rama ibn Qami'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bihajarin fakasara rubaiyatahu. Shu musulmonlar Azerbayjonda o'ljalimiz u bu deb uni bilan bo'lib ketib, kafirni bostirib kelgan chaqda chekinish bo'ldi. Chekinish bo'lgan chaqda kafirlarning ba'zi Rasulullohga yaqin kelib qolgan. 30 dak sahaba, masalan Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas, shu Abu Bakr, Ali, Mus'ab ibn Umayr, bu shular Rasulullohning atrofida shundalam chambar hosil qilib qo'dab turdi. Turgan chaqda mush kafirlarning ba'zi Rasulullohni o'ttirdim deb bunda bo'sab chimakchi bo'ldi. Shu doira ichiga. Bo'sab chimakchi bo'ldi, yaqin kelmagan ekan bu Rasululloh tashitdi muhabbatba. Abdullah ibn Qami'a. Fakasara rubaiyatahu. Rubaiyani biz bilgan to'q. Udul tishni endi to'q tanaya. Nima? Oldida ostida ishki, ustida tish bo'lsa, bu 4 tishni tanaya dedik. Taniyatahu tanaya degan gap shu. Ondan uning qishida ikki tish bor. Bu rubaiya deymiz. Mana ikki tish, mana rubaiya. Endi undan keyin magan tish keldi. Undan keyin iziq tish keldi. Iziqsin tahlil. Dirs deymiz. Yoki navajiz mi? Abdu alayha bin navajiz. Demak tanaya, undan keyin rubaiya, undan keyin anyab, undan keyin navajiz yoki adras. Yo'lan Rasulullohning o'sha yan tarafidagi bir tishini sundiryapti deydi. Aqbala yuridu qatlahu. Ashuni tashitib Rasulullohning bir tishini sundirayotgandan keyin Rasululloh o'ttirdi odam timman deb yana bo'sab chimakchi bo'ldi dedi. Fazabba anhu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu. Shunlar Rasulullohdan mudofaa qilib Mus'ab ibn Umayr chiqdi oldiga. Qani oldin to'sdi. Nima? Mus'ab ibn Umayr shu kuni nima qildi? To'g'chitdi, bayroqlardi. Chunki Mus'ab ibn Umayr Quraysh qabilasida qaysi jamoatdan Bani Abduddar Tuqalam ashuldi bo'ldi. Bular to'g'chi oiladir, jamoat. Shular Mus'ab ibn Umayr g'achchida Rasulullohni qo'dab oldiga chiqdi. Va huwa sohibur raya. Mana alamdardi. Alamdar deymiz-ku? Alamdar. Hatta qatalahu ibn Qami'a. Oxiri Abdullah ibn Qami'a degan badbaxt u Mus'abni o'ldirdi. O'ng qo'lini kesdi, so'l qo'lini kesdi nima? Jiqni qilib ondan o'ldirdi. Va huwa yara annahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U kafir Rasulullohni tanimay o'xshaydi ekan. U Mus'abni o'tirib, men Rasulullohni o'tadi deb o'ylab qoldi. Tuni tutgan odam odatda asosan bunda qo'mondan bosh bo'ldi-ku. Chunki tug'lan bunda ishorat qilsa, chekininglar, bunda ishorat qilsa oldi o'tanglar, bunda nuturinglar belgirdigan narsa bo'lgan ekan. Hammadan shu tug'ni tutgan odamga qarab urishgan ekan. Ya urishayotgach, bunday qarab, yana urishganda qarab, chekininglar sagat chekindigan, shundan qarab ish ko'rgan bo'lgan ekan. Bu men shu musulmonning kattasi Muhammadni o'tadi deb o'ylab qoldi bu. Va xaraja sarihun qila va shayton ala inna Muhammadan qad qutil. Shundan birsan da vaqir o'ltirdi. Voy diqqat qilinglar, Muhammad o'ltirildi deb to'liq o'ltiribdi. Yani kafirdan bizsa shunda o'ylab ya ma'lumda men Muhammadni o'tadi degan bo'lsa, qisqasi Allah voy xo'sh xabar deb bunda vaqir ketdimi? Endi birsa yugurib to'liq o'ltiribdi. Tafasha fin nasi xabaru qatlihi. Shundan fin nas degan hozir annas o'shada musulmonlashganlar. Musulmonlar qo'shini. Musulmonlar qo'shinida chunki u kafirlarni giralishib ovozni anglaydigan holatda bo'lgan ekan, voy bunda o'tadi qo'bu deb saklab to'liq o'ltirsa, bu musulmonlar lashkarining ichida Rasululloh o'ltirildi degan xabar yeyilib ketdi deydi. Fankafa'u. Shundan bular qachchida ilgirlashdan to'xtab bilan urushni bo'ldi qilib to'xtab olgandaga inkafali. To'xtalib asta chekinishga boshladi. Yani hozir ruhiy ma'nida qattiq tushib ketdi buni. Ba'zi rivoyatlarda bu shayton shunday deb to'lg'an. Chunki shayton o'zining lashkari bilan kelgan edi. O'tga kelgan-ku. Ondan Jibrilning qo'shintas kelganini ko'rib, qochib chiqib ketgan. Inni ara ma la tarawun, inni akhafullah deb aytdi. Qachqan. Badrda bo'lgan voqeandi.
Şeytan leşkerlerden başka adamın surati içirip o kafirning ruhi madini ve korkmanlar biz sizden turmaz sizge ahiretden pichaqlanmaymiz xotirjam urush qilaveringlar deb shunda turgan chog'da Jibril alayhisolamning leşkeri bilan shunda kelganida Jibrilning to'nigan ekan kafirlar qo'lini siqimdab qo'li ilishib turgan vaqt ekan g'aj qo'lini tortib bilan tikib o'tgan voy buni hozir va'da berayotding nega desa inni aram ala tarawinna khafullahu sizlar ko'rmaysizlar Jibril anda qo'shilib kelib qoldi hozir deb ast qochgan demak ma Uhudda bu kelgan musulmonlar ruhiy ma'naviyatini tushirish uchun bir odamning suratiga chirib bu oy Muhammad o'ltirildi bu deb gap taqirtgan bo'lishi mumkin yani saraqa tarixida odatda bunda ba'zi bir hadislarda nimada biroq sabablarimizdan usta masalan Ka'bada bunda tursam bir yerdan bir ovoz keldi degan bunda gaplar chiqim shayton bunda to'lgan bo'lishi mumkin deb qaraydi fan kafa'u demak bo'lamda urushni g'ash to'xtatib oxirga chekinishga boshladi va ja'ala rasululloh sollallohu alayhi vasallam yad'u ilayya ibadalloh sonra rasululloh ey Allah'ın bandalari mening qashim qilinglar mening qashim qaytinglar deb to'lg'ildi yani u yerga chishib kelmay mening qashim qilinglar deb to'lg'ildi hatta hajat oxiri qanday bo'ldi in hajat ilayhi ta'ifatun min ashabihi rasululloh chaqirib turgan ekan 30-40 tak sahobalar rasulullohning qishga qaytib keldi boshqa yerga teripran bo'lib ketmay falamahum ala harabihim ular nimda qochishlar deb rasululloh ularga taqtana qildi قالوا يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فولينا مدبرين شنو ular deb uzr aytibdi ya rasululloh sizga biz ota-onalarimizni fido qildilar ota-onamiz bo'lib sizga ziyon zahmat qilgan bo'lsa ota-onamizni qurbon qilib sizni qutuldirib qolamiz demoqchi ota-onamizni fido qildilar biz sizga fido bo'lsin sizning o'lib ketganlik xabarlar kelgachga biz ro'yimiz tushib ketib unda qaçqandiq deb uzr aytibdi shu chog'da undan mushuna degan chog'da mush oyat tushdi dedi demak yuqorisi sababun nuzul oyatning sababi nuzul va ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul muhammad bo'lsa oldida nurg'un payg'ambarlar o'tib ketgan payg'ambardir bu bir payg'ambar fasayakhlu kama khalau uni o'lab tugab o'tib ketgandek bumi shunda o'tib ketdi demoqchi وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه أش پیغمبرلارning o'tib ketgan payg'ambarlarning sahobalari agash kishilari ash payg'ambarlar o'lib ketgandan keyin dinni ching tutib shu payg'ambarning yo'lida mangan bo'lg'achqa sizlarning payg'ambaringlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyodan ketib qolgan taqdirda sizlarmi şu Resulullah belgilegen yolda çın turib menişini kerak demoqchi. Li'annal maqsuda min ba'sati rusuli tabliğ risale. Çünkü peygamberlarni evatishdan maqsad elchilikni yetkazish va ilzamul hujja. Yana bizga payg'ambar evatgan bo'lsa, biz iymon etib chiqamizmi dedigan manda bir bahane sabab qartab davli tiklab qo'yishdan iborat. La vujuduhu bayna adur qavmi. Yani o peygamberlerin ibadetin maksat o kavminin arasında billa turish kerak emas. Maksat ada olsa agahlandırışını ba'da and ular qarta bir o'zri qanmidi bo'ldi ish tugidi. Davomli arasida turish kerak emas. Bular ketib qolsa, xudo maqsad ada bo'lgan ekan, ularga Allohning dinini yetkazgan ekan, mayli demoqchi. أفإما تأوقتلا قلبتم على أعقابكم نواد أولئك تقاسا ياك أولترلسا سلا آخرين ينولم تنلا الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبيب مش هذا شكسنا بغلب الجملة الشرطية الجرك الجملة معلق قلب اسم قيدغان رول نوينايدو deydi. Yani bu aşının sevabı bulaş manasında demekçi. Qanday sevabı bulaş? Yani Resulullah'ın ölümü sizlerning aqlingizga yenib ketishga sabab bulamdi degan ma'noda. İlgirki jumla qilsa va ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Wal hamzatu li inkari an yaj'alu khuduwar rusul qablahu sababan linqilabihim ala aqabihim ba'da halaki bi mawtin aw qatlin
Yani bu yerde hamza a degani, atain degandiki hamza bu yerda ayblashni bildirdi. İnkari, tanqidlash. Nimani tanqidlaydi o? Yani sizlarning aranglarda payg'ambarning yo'qlikda, payg'ambarning o'lib ketib qilishi sizlarning aqlingizga yenib ketishga sabab bo'lmasin. Buni sabab qilsangiz bo'lmaydi. Qanday gap bu? deb inkor qilishdi. Ba'da halaki bo'ldi. Yani o'ltirilsin yoki o'lib ketsin. Rasululloh olamdan ketgandan keyin sizlarning aqlingizga yenib olishingizga sabab bo'lmasin. Ma'almihim anna khuluwar rusuli qablahu va baqa dini mutabassikan bihi yajib an yuj'ala sababan littamassuk bi dini Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Uning sigaqa bu musulmonlar bilgan. Anna khuluwar rasul qablahu rasullar ilgirki payg'ambarlarning dunyodan baqiy bo'lmay ketib qolgani, o'lib tugishi, ondan ularning dinining yo'qolmay qolib qolishi, hammadan ching tutgan holatda yo'qolmay qolib qolishi bu nimaga sabab bo'lishi kerak? Sizlarning Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'lib ketsin, dinni ching tutishingizga sabab bo'lishi kerakdi. Shuningmi? Sizlar bilgan tinglar. Burun payg'ambarlar tugab ketib, dinni ching tutib turgan bir guruh kishilar bordi. Shuningmi? Buni bilgandan keyin unda sizlarmi Rasululloh tugab ketib qolsa, dinni ching tutib turishingni vojib qiladi sizlarga demoqchi. Yani bilmaslikda bular. Burun payg'ambarlar o'lib ketgan, shunlargacha shu dinni bilib tugab ketgan degan bir nima vosita balki hamda burun qilib bunda payg'ambar bilan din tugab ketgan, payg'ambar o'lib ketgandan keyin bu boshqa biz qilgan shariat asta uyimizni qaytaylik deb qas bo'ldi. Lekin burun qila yana payg'ambardan ayrilsa-mu, payg'ambarning yo'lini davomlashtirib mangan bo'lgandan keyin, sizlar buni bilgandan keyin albatta bu bilishinglar sizning taxmin mushahada ching turishinglarga sabab bo'lish kerak dedi. La linqilabi anhu. Rasulullohning yo'lidan g'achda oqiga chekinib ketishga sabab bo'lmay, shu dinni ching tutishga sabab bo'lish kerakda. Demak, hozir sizlar ta'til qilib qo'ydinglar buni demoqchi. Aksa والانقلاب على العقبين مجاز عن الارتداد أو عن الانهزام. Oqiga yana bilish degan nimadir majoz esa maqsad nima? Murtad bo'lib ketish yoki yana qochish degan. Yani dinni innovatsiya bo'lamdi degan ma'noda yoki chekinsang bo'lamdi degan ma'noda. Yani payg'ambar bo'lmasa siz unda qilsang bo'lmaydi degan ma'noda. Va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurralloha shay'a. Kimiki unda oxiga innovatsiya Alloh taologa hech qanday bir ziyon zahmat yetkazolmaydi. İnnama darra nafsahu. Fakat o'ziga ziyon zahmat yetkazdi. O'ziga qanday ziyon zahmat yetkazdi? Yuqori martabaga erishmaydi. Murtada qolsa oxiratda shataq, shunami? Savobdan mahrum qoladi. Va sayajzillahu shakirin. Alloh taolo bundan keyin mana shukr qilganlarga mukofot berib turdi. Alladina lam yanqalibu. Yani bu shakirin degan kimlar? Shukr qilganlar, oxiyanmaganlar. Oxiyanmaganlarning o'rniga shakirin deb iborat surdilar. وسماهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. نمشي مولا شاكرين دداس أشو قشدغانچا قشماي sabat qilgan tuğanlıqı bunun Allah Taala ata qilgan, iltifat qilgan islom ne'matiga shukr qilganligi bo'g'achqa shakirin deb atadi. Undan bu iborada hozir oqiga yenib qochqanlarni demoqchi. Ve ta'til qilmasak bir xil ishoradan qochqanlaringlar tuzgo'rlik qilganlar ishidan demoqchi. Yani qochmaganlar hozir shakirin nima? Qochqanligini oldi tuzgo'rlik. Kufran. Yani bunda imanni islomni ato qilsa, oyada sabat bilan turib shukr qilishning o'rniga bu ne'matga bir xil tongandek qochib ketganlik. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Bir nafs yoki jon bu faqat Allohning ruxsati bilan izni bilan o'ladi. Undan o'lib qoladigan ish yo'q demoqchi. Bu hamda yangi boshlangan jumla istinafiya. Buningdan maqsad mushodir boshlangan jumladan maqsad al-hadd alal jihad. Jihadga targ'ib qilishdan iborat hozir. Jihadni tashlasang bo'lmaydi deb ani ayblashdan iborat. Yani o'lib ketamanmiki deb qo'rqib jihadni tashlasang bo'lmaydi demoqchi aytamiz. Bu oyat hozir bir tarafdan jihadga targ'ib qilyotdi, jihadni tashlasa ayblatdi. Yani bir tarafdan Rasululloh o'lib ketsa, hamma o'lib ketdi-da. Shu jang bo'lmagan bo'lsa, keyin o'lib ketdimisan. O'lib ketsa, mu'minlarning qalbi kelgan bir musibat qarta tasalli berishdan iborat.
Ayetning mazmuni shu. Va ma kana nafsun an tamuta illa bi iznillah. Yani Rasulullohning o'lib ketishimi shu Allohning izni bilan bo'lgan shu. Siz bak unda nima ketmanglar degan ma'noda. Bu tasalli ma'nosi. Biz masalan bir bilan pas al-hukmullah deymiz-ku. Shunga o'xshash. Bi iznillahni bi ilmihi deb qanday qildi? Ta'wil qildi. Bo'lmasa bu bi izni degan o'chib qoldi. Allohning izni bilan har qanday bir jon o'ldigan bo'lsa Alloh taolo jannat ol, yo'qsa sana desa, undan malakul maut o'lim farishtasi u jannat oladi. O'lim farishtasi Azrail deyolmizmi? Bizning islom manbalarimizda o'lim farishtasi Azrail deb atab kelmagan. Bu İsrailiyatdan chiqqan so'z. Lekin bizning shu oyat hadislarda malakul maut. Demak bu bi'ilmihi deb ta'wil qilishning hozir zaruriyat yo'q. Alloh taolaning izni bilan ijozat qilsa Alloh taolo ondan oladi buni. Biiznillah hozir taqsirlash qanaqmi-ku? أو بأن يأذن ملك الموت في قبض روحه. هذا يأذن ملك الموت سكمده. Yani Allah Teala ölüm perestke amanın cennet ağın dese, an icazet etse, ondan diyeyim. Ma işkin tefsir mana del şudur. Vel mana enne mevtel enfusi muhalun en yekuna illa bi meşiyetillah. Bu ayetin manası hazır. Qanday bir inson bo'lgan, buning o'lishi Allohning irodasi bilan o'ladi bu. Uningdan sirt bundan o'lib qoladigan bir ish mumkin emas demoqchi. Va fi tahridun alal jihad mana. Demak sen u jangga qatnashganliging uchun unda ajring to'shimsin o'lib ketadigan ish yo'q. Unda qo'rqmay qatnashaver degan ma'no chiqadi. Bu tahrid alal jihad va tashji'un ala liqa'il adu. Man dushmanga uchrashdan, yov bilan uchrashdan uchrashaver degan rag'batlantirishga iborat. وإعلام بأن الحذر لا ينفع وأن أحدا لا يموت قبل بلوغ أجله. منا. يعني بلدرب قياش وا ناد أجاه الله هزار إيلاش وكاقم مايدان. أجل كمستن الجرا بر إنسان ولا كتغا الشوق. وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. هلاكت لك ميد الله نكتب جنلاك بسب شيسمه أجل كمسا ولا كتغا الشوق. دانك خوف من الله ماشي. كتابا مؤجلا. كتابا مصدر مؤكد لأن المعنى كتب الموت كتابا. يعني شكر جملة ألمنا أشندا فتوتكلك يزيبتكلك معلوم بوغشقا يعني كتابا ديان söz مصدر خدا مفعول مطلق تمدو أشندا داك تأكيد مصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا يعني الله تعالى سيجا عند فتوتكان ديان معنى با مؤجلا yani vaqti ma'lum bo'lgan, keyinda bir vaqti keldigan demakchi. Muaqqatan lahu ajalun ma'lumun la yataqaddam va la yata'akhkhar. Ya ilgirolab qolmaydigan, ya kechikib qolmaydigan belgilangan bir vaqti bo'lgan holatda kutib etgan bo'lg'achqa dedi. Va may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kimiki dunyoning savobini xohlaydigan bo'lsa, ya'ni dunyoning savobi nima? Dunyoning mukofoti, g'anima o'lja. Uningdan birimiz uning g'ali. Va huwa ta'ridun billazina shagalathumul ghana'im yawm Uhud. Bu hozir Uhud g'azotida g'animat bilan bo'lib ketgan kishilar qarta unda daritma tekkizib qo'ygan so'z bor. Dunyo bilan bo'lib ketganlarga dunyodan bermaydi. Nu'tihi minha. Yani dunyoning savobi nima? Shu g'animatni shuni olishi mumkin. Amaliyotda uni ololmadim. Uni bilan bo'lib ketgandan keyin dushman bostirib kelib, necha o'ldirildi, necha qochdi. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Ahiretni ko'zlaganlar olib qolsa, nima bilan ahiretni ko'zlaydi? Biz jihad qilish orqali ahiretni ko'zlaganlar olib qolsa, ay i'la'a kalimatillahi va darajata fil akhirah. Alloh taolaning kalimasini ustun qilish va oxiratda katta savobga, martabaga erishishni xohlaydiganlar bo'lib qolsa, biz xohlaganni beramiz. Nu'tihi minha. Ko'zgan narsadan beramiz deydi. Xudo yana bir oyatda men kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Shunga o'xshash dunyoni ko'zlaganlarga dunyo beramiz, oxiratni ko'zlaganlarga oxirat beramiz. Va men yurid thawabal akhirati nu'tihi minha va sanajzish shakirin. Yana biz shukr qilganlarga mukofotni berib turamiz. Va sanajzil jazaa'al mubham الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. Yani cihattan onların bir nasi meşgul koymay, bütün vücudu bilen cihatlı birlik Allah Teala'nın nimeti şükür kıygallığa aşında
miqdori noma'lum bo'lgan katta mukofotni beramiz. Mubham ya'ni noma'lum. Ya'da va sanazziz shakirin deb qo'ydi. Va sanazziz shakirina al-firdaus va sanazziz shakirina manda deb mukofotni miqdorini demadigo. Mubham qo'yib qo'yganligi uni kattalikni bildirdi. Demak bu hozir Rasululloh bilan asha sabat bilan tug'an Uhud g'azotida Rasulullohning qishida boshqa qishib ketsa bu qochmay putrab tug'an sahobilni madilasi bor. Ash-shakirin deb madilatida hozir. Yana taqa va sanazziz shakirin degani buniki chiq unda mukofotni berib turamiz bularning. Al-mudara sen harflar bunda kelganligi buniki taqa bu bunda bir plan jihatim bir bunda topib qoldi shu. Yana aqidimizda nurg'unni berib turamiz degan ma'no shu. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هما ينادم başlanğan bir cümle. Bu ayet bunda yengilip kaçqanlarga kayışdan ibaret. Çünkü bular peygamberlerinin beşinden ötken kanuniyetke ra'y qilmagan. Rawan ekan, bular aytlindo demek. وكأين أصله أي كافر artikel için ama ey degan bir harf bo'lmuş edi. Dakhala alayhi kaf tashbih. O'qitishni bildiradigan kaf harfi ey degan harf kirdi deydi. Va sara fi ma'na kam, qanchilgan deymiz-ku. Shu ma'noda bulab qoldi bu. Allati litakti mana ko'plikni bildiradigan qanchilgan mundan o'tgan degan ma'noni bildiradigan ma'no bulab qoldi. Va ka'inun biwazni ka'in haythu kana makki. Mush vaka'in degan mush so'z Qur'onning qaysi joyida kelib qolsa, Makka qorilari vaka'in deb qiraat qildi. Bu qanday qiraat to? Vaka'inun min nabiyyin qatala ma'ud deb bunda qiraat. Demak Makka qorilari haythu kana degan Qur'onda nechal kelsa mush so'z bunda qiraat qildi. Min nabiyyin, ya'ni qanchilgan payg'ambarlar o'tgan, qatala ma'ahu rabbiyun, qatala Kutila Makki ve Basri ve Nafi'. Qatala degan so'zni Makka qari'lari, Basra qari'lari yana Nafi' degan qari kutila deb qiraat qildi. Mabnil majhul ma'nosida yoki mabnil maf'ul desak bo'ladi. Va kayyin min nabiyyin kutila ma'ahu rabbiyuna katirun demakchi. Ma'ahu halu min ad-damir fi qatala. Ya'ni qatala shu payg'ambar urushgan chaqda shu qishida billa bordi demakchi. Qatala kaynan ma'u, ya'ni nurg'un kishilar billa endi bo'lgan holatda urushgan, yolg'iz urushmagan degan ma'no. Rabbiyuna katirun va rabbiyuna ar-rabbaniyun. Rabbiyun degan rabbaniyun o'zi shu deydi. Ya'ni bu Parvardigorga nisbat berilgan, ha. Va anil Hasan bidamra rubbiyun deb Hasan kimda? Hasan al-Basri. Hasan al-Basridan mushna qiraat qildi. Va anil ba'd bi fatha, ya'ni ba'zilar rabbiyun deb qiraat qildi. Ya'ni Rabb degan shu aniq Parvardigorga nisbat berib. Fal fathu alal qiyas. Mak rabbiyun desak as qoida bo'yicha unda kelgan bo'ldi. Li'annahu mansubun ila Rabb va ad-damm wal kasr min taghirat an-nasab. Nima uchun rabbiyun deb keldi desa, nisbat berilgan chaqda shunda ancha o'zgartirilgan ishlar bor. Shu sababdan deydi. Rabbaniyun deganni kunu rabbaniyina degan bizning tafsir qilganto kunu ulama fuqaha nima shunda tafsir inna bastin kelgan nima Buxoriyda bor. Kama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'fu. Demak shunda nurg'un payg'ambarlar o'tgan, bular bilan nurg'un shunda isil sahobalari billa urush qilganda Oyunda turg'uluq fama vahanu lima asabahum fi sabilillah. Alloh yo'l nurg'un ziyon talobatga uchrasimi, bu bo'shab qolmagan, ojizlik ko'rsatmagan, qo'rqib qolmagan, jihad qilishdan ojiz kelib qolmagan. Anil jihadi ba'dahu. Talobatga uchragandan keyin jihad qilishdan bo'shab qolmadi. Va mastakanu dushmaniga bo'ysunib tanamidi deydi. Bu bir tafsir. Iskanning tafsiri xado degan ma'noda tafsir qildi. Yoki murtad bo'lib ketmadi desak bo'ldi. وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن عند الإرجاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu ham hozir aşı yengilib qaçqanlarga qarta Rasulullahning o'lib ketdi degan yolg'on xabar taqilgan chaqda qechib ketganlarga qarta dardmi gapma. Yapti gap. Shuni qaysi iborat. Irjaf degan umidda yolg'on yapida xabar desak bo'ldi. Al-murjifuna deb qo'ygo. Yolg'on yapida gapni taqilgan munofiqlar demakchi. Demak, shu yolg'on xabar taqtilganlar
yoki Rasululloh o'lib ketdigan yolg'on xabar taqilgan chaqda ojizlik ko'rsatib qechib ketganlar qarta dardmi gap bu. Vastikanatihim lahum azar kimga qaytamish lahum degani xuddi ashi yolg'on yapadigan taqdir musulmonlarni ziyon urdigan ashuna munofiqlarga xuddi bularda bo'ysungan endi degan yeri kelpagandek ashunda qilganlarga tani gap qilish iborat. Hayta aradu ay ya'tadidu bibn ubay fi talab al-aman. Shunda Rasulullohning o'lib ketgan xabar kelgan chaqda shata butun qirilib ketib qolamiz. Malni g'atsiz bir amonlik qilib voy taslim bo'lib biz o'tamanli bo'ldi. Biz yerimni keldi diplomdalim jinimizni saqlayli degan shuni qarta tanqilatlardir mayli. Vallahu yuhibbus sabirin. Alloh taolo chidamliq unda sabr qilganlarni yaxshi ko'radi. Nima qarta sabr qildi kafirlar bilan jihad qilishga chidamli bo'lganlarga. Demak bu bir xil ta'rifim. Chidamay qishib ketganlarni Alloh taolo yomon ko'rdi degan. Xuddi hozir sizlar sabr qilmay chidamay qochganlar degandek ta'rifim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana. Ashrbiyunning payg'ambarlar bilan billah jang qilgan ashu isil zotlarningki shu jangda qilgan so'zni bitdi. Ular faqatlam Rabbana ighfir lana dhunubana israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin deganda. Ular amallik talab qilsak, unda qilsak, astag'firullah besh qilsak, qilamiz deb bunda gap qilishimigan deganda. Ey va ma kana qawluhum illa hada alqawl. Demak ularning degan gapi mushalam bo'lgan, uning boshqa gap qilmagan. Hozir bu ashribbiyunlarningki dinda nayt mustahkam ham savrchan bardashlik qilib sabotlik bilan tug'anligini texmo to'liqlab muborak qilib ko'rsatadilar. Va huwa idafatu dhunub ila anfusihim ma'a kawnihim rabbanina hadman laha. Mushrinda bu so'z nima iborat? Ashullar rabbani turug'liq, Parvardigorga mansub, oyinda ulug' zotlar turug'liq, ulama, hulama, fuqaha oyinda turug'liq, o'zga hozir gunohlarimizni deb o'zini gunohkor ekanligini ifodalash. Nima? Bu nimadan iborat? Hadman laha demak. O'zini tuvan tutish iborat. Adman li nafsi deymiz. O'zini kamtar tutish, kichik bo'lash, tavazu. Yani belki unday cho'ng gunohni qilmaydigan bo'lsa-mu, unda bir gunohmi emasmi degan narsani shu gunoh qilgandek uni ig'ir cho'ng bilib, o'zi gunohga holat qo'ydi demoqchi. Yoki bunda desak bo'ldim. Zunubana degan gunohlarimiz rost gunohlar bo'lishi mumkin. Chunki ular ma'sum emas-ku. Gunoh bo'lishi mumkin. Lekin gunoh bo'lgandan qanday gunoh? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin dek buni odatdan bizning xilib yaxshi ishlarimiz degandek ishlar ularning unda to'ng ko'rgan bir gunohdek o'ylab qolgan shunday ish bo'lishi mumkin. Shu tariqada iborat surgan bo'lishi mumkin. Va israfana fi amrina, ya'ni bizning bandichilik chegarasidan halqib o'tib ketib, haddimizni bilmay qolgan oshirbatga yo'llarimiz bo'lib qolsa, buni mag'firat qilinglar demoqchi. Ba'zilar zunubana deganda kichik gunohlar, israfana fi amrina deganda cho'ng gunohlar deb bunda tafsir qildi. Va tabbit aqdamana, ya'ni bizning qadamlarimizni sabotlik qilgan. Nerede sabah kıldı? Ma tefsirde şu can meydanında demek. Fılkıteldi. Yani yavu bilen çıkan çağda kademlerinin sabahlık kıygayla depti. Ya ki manda desek mi bulduk yani? Yavu bilen çıkanlar ama baş çağdı mı kademlerimizde mi din üstüde sabahlık kıygayla desek mi? Çünkü aduada bağı ya mutabbitel kulub tabbit kulubun ala dinek ya musarrifel kulub sarrif kulubuna ila taatek dep. Ma canlı münasebesi devamlılık isim türde her halatta kademlenmiş din üstüde müstahkem kıygaylar tevrenmey turduğun kıygaylar demek. Ve sunna alel kavmin kafirin. Kafir kavmin bizge müsaade ata kıygaylar. Kandaysa galbe zafer bilen. Elmi adabtu ve qaddama dua bil istiğfar min az-zunub ala talab tasbit al-ahkam. Yani başta günahlarımızı mağfiret kıygaylar dedi. Andın ikinci kademde kadımızını tevrenmey sabahlıkla turduğun kıygaylar dedi. Ama nima uchun gunohni mag'firat qilishni boshda tilida, jang maydonlarida sabahlik turishni ikkinchi qatim tilida, yana taqa uning oqidan dushmanlarning ustidan g'alaba qilishni keyin tilida, ama uchinchi qatimda. Li'anna aqrab ila al-ijabati lima fihi min al-khudu' wal istikana. Nima uchun degan chaqda u ijobat qilishga yaqinroq. Ya'ni boshda gunohdan bir juyilib pak bo'lgandan keyin ondan ikkinchidan tilgan chaqda gunohning pak holatda tilsa tiz ijobat qiladi. Lekin gunoh juyilmagan chaqda tilsa balki ijobat qilmas mumkin.
Şuna başta bir farkını ötüp, hak aletde andınma, nakletini tileyle de bunda tilgen bol çünkü. Ya ki bunda desek mi oldu? Asli çoğun maksat Allah Teala'nın razılığı, mağfiret kılışı erişişine ama çoğun nima şu? Andan. İkinci kademga yetkilip, onda sel kişikrek nişanga yetkelsek, dünyavi yakiminde bir nişanga. Düşmanlarını yengeş, kaçmayı turalaş, asla mağfiret kılışınızda kişikrek işler. Başta mühim ne? Onun deyin kalsa ikinci derece ehemmiyetlik işine tildi desek mi? فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. Ayında tilapte şu hemen fehmi şehrinin bildirdiği derhal akıdıllan. Karlık olmadı beyatı. Kur'an-ı Kerim nurgun ayette şuna var. Münalike da'alike rabbahu akıdıllan fenadetul melaiket. Şu duan şunda kıpol sıkılan periştiler açıdan çakırdı. Niyadım ama bu şunda dua kılış hemen fe'atâhumullahu thevâbeddine. Kudda şu dua kıpol sıkılan derhal Allah Teala icabet kılıyor. Fe'atâhumullahu thevâbeddine. Şu hemen Allah Teala ulağa dünyadaki sevabını bervette yani şu duası sevabıdır. Dua sevabıdır. Dünyada nusrat, zafer ve ganimetini ata kılıvetti. Yana taha ve husna sevabil ahire. Ahiretteki sevabının en yaxşısını bervetti. Bu bolsa mağfiret vel cennet. Baş tilgini şu. Hali Allah Teala sevabı dünyanı başta geldi. Kim tilgenini baştan kıldı? Baş tilgenini ahirette geldi. Yani hücumuz sevabı dünyada batıldı, sevabda batılıp kaldı bu. Nusrat, ganimet. Savab. Aşula itaat kıyıqılıqtır. Aşulunun itaat eden kilip çıkan mükafat oğaçka sevabı dünya dep atıdı. Ve hussa bil husni. Nima uchun buna chiroylik yaxshi, husn degan chiroylik, yaxshi, güzel degan ma'noda. Nima uchun shunday maxsus bir xil ekeldi desa, dalalatan ala fadlihi ve taqaddumihi. Ayte fazilatlik, bek isil bo'lganlikdan bu shunday ekeldi. Taqaddumihi degan nima bo'ldi? Asli biz tirashda va ahamiyat bildirishda bu oldin o'rinda turgan bo'lg'achqa. Shuna husn savobil oxir deb ekeldi. Yani fazilatlik bo'lg'achqa. Hozir ma tartibda kiyingasimi, lekin eng muhim ko'zlaydigan narsimi shu. Ama va husn savobil oxir dedi. Bu yerda savoblar emas bu, eng yaxshi savob demak. Ve ennehu vel mu'taddu bihi indehu. Allah'ın nezirde hesap kaldığan sevap onda. Dünyadaki olacağı düşmanın yanıştığın gibi hesap yoktu ki de. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala ihsan kıyıcılarını yaxşı gördü dedi. Ey hum muhsinuna wallahu yuhibbuhum. Xuddan da aşı Rabbiyunla peygamberler bilan sabah qalatda billi turib jan qilganlar payg'ambar o'lib ketgandan keyin yo'ldan yanmay ashunda tug'anlar bular ihson qiluvchilar. Allah Teala aşularını yaxshi ko'rdi. Yani aşularni madilatidir. Bu madilash nima bildirdi? Mu'minlarni targ'ib qilishchi bor. Ashuna o'xshash bo'lamasmi? Demakchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.